Assalomu alaykum, Xolislik biznes Telegram YouTube kanallarimiz a'zolari va muxlislari va bizni endi kuzatib borayotgan o'rtoqlar. O'rtoqlar, mana to'yxonamiz. O'sha oldingi videomizda shu to'yxonani ko'rsatib turib, shuni kichkinalari bor sotiladi degan video qilib kichkinalarni ko'rsatgan edik. Ayrimlar tushunmasdan mana shu kattalar sotilinadimi, nech puldan berasiz deb kommentariyaga yozishdi. O'rtoqlar, bular sotilmaydi, tuxum yo'nalishida o'zlari uchun boqilyapti bular. Tuxumlarni hozirgi paytda yetkazib bo'lmayapti o'rtoqlar. Mana shu yerda to'lib ketardi, kecha olib ketishdi hammasini. Yana bularni 3-4 kunligini yig'ib yana olib ketishadi. Keyin tuxumlarni sotasizlarmi degan zakazlar tushdi. O'rtoqlar, klientlari bor, o'shalar o'zlari olib ketishyapti. Ortiqchasi yo'q ekan tuxumlarda. Jo'jalarimiz e'lon bergan edi o'rtoqlar. 15-dan keyin sotish e'lon beramiz, video qilamiz dedik. Videoda 21-dan sotiladi dedik. Keyingisida 25. Sababi nimaga deyilsa, o'sha 5000 tasini sotilgan pulini olib qo'yganmiz degan joyimizga o'sha to'yxonamizni bitish qiyin bo'lib qoldi. Ayrim sabablar, havola sovib ketganning hisobiga, boshqa setkalar nobop bo'lib qolibdi. Ularni restavratsiya qilguncha ancha vaqtlar ketib qoldi. O'shani hisobiga jo'jalarni haligacha olib ketishgan yo'q. O'shani hisobiga ortiqchasi sotiladi degan joyimizda sotuvda 2 kun 21-20 aytganimizdek 21-22 ga sotamiz degan joyimizga o'sha bizni YouTube'da ko'rsatganlar telefon qilishdi. 21-22 kuni sotildi. 1000 tadan oshiqini sotib yubordik o'rtoqlar. Hozir hisob bo'yicha qolsa 500 ta yo 400 ta ortiqchasi bo'lishi mumkin. U hozir sotilmaydi o'rtoqlar. O'sha oldingi videomizda sotiladi deb nomer qoldirgandik. Iltimos qilamiz o'rtoqlar, keyingi partiyamizni e'lon berguncha endi telefon qilmay turaverasizlar. Ular sotilib bo'ldi. O'sha ortiqchasiga ham zakaz qilib qo'yishganlar bor. Ortiqchasi ham tugadi o'rtoqlar. Bu videodan maqsad telefon qilmay turasizlar. Bo'lib qolsa yana boshqa joydan yana e'lon beramiz, xudo xolasa. Bu partiyalarimiz sotilib bo'ldi. Olib ketilmagan, zakirlar tashlab bergan pullari turibdi. O'shalarni tinchitib olsak, o'z-o'zidan tugaydi. Ortiqchamiz qolmadi. Hozir o'sha jo'jalar ko'rsatamiz, birgalikda kuzatamiz. Keyin so'rashda savol keldi. Kommentariyada to'yxonani qanday isitilinadi degan savol. To'g'ri, juda to'g'ri, qiziq savol. To'yxonani isitilmaydi o'rtoqlar, mana shunday zichlik holatida mana shu hozir xonamizning harorati meni o'ylashimcha 21-22 o'shan bo'lsa kerak. Sababi tovuqning ko'pligining hisobiga. Hamma joy yopiq bo'lgandan keyin tovuqlarning o'zidan chiqayotgan issiqlik xonani isitib oladi o'rtoqlar. O'shani hisobiga qishda isitish sistema qo'yilmaydi tovuqxonaga, o'zlarining issiqligi yetadi. Demoxotlar ortiqcha hidlar chiqarib turadi. Demoxotlarimiz. Isitish yozgi kunida ammo sovutilinadi. Mana bu ventilyatorlar ishlaydi hammasi. Tepalarda ham bor mana. Hozirgi kunda hammasi o'chiq. Ventilyatorlar ishlaydi, ro'paraga u tomon to'yxona narigi chekkasiga gofra qo'yiladi. Gofra suv sistemasi. Gofraning ichidan suv o'tganning hisobiga nam bo'ladi gofra, ho'l bo'ladi, ya'ni o'shani hisobiga ba'dan ventilyatorlar havoni tortganning hisobiga tovuqxonaning ichidagi ba'dan suv bilan kelayotgan namlar kirayotgan havo muzdek havo bo'lib, konditsioner vazifasini bajaradi. O'shanday holatda tovuqxonani salqin qilib beradi yozgi kunida. Qish kunida isitish shart emas. Hozir jo'jalar birga ko'rib kuzatamiz. Mana o'sha jo'jaxonamiz o'rtoqlar. Jo'jalarimiz hali ham o'sha 5000 talimiz ketgan yo'q, sotib olib ketishgan yo'q, sababi tovuqxona bitmaganligi hisobi. Holatlari shunaqangi tovuqlarimiz. Bularda 28-20 shu oyning oxirigacha olib ketishadi. Qolsa 3-400 ta qoladi. Uni ham zakaz qilib qo'yishgan o'rtoqlar. Telefon qilganlar. O'shalarga berib olsak, xudo xolasa, tovuqxonamiz bo'shaydi. Mana shu 3 ta qatorimizda boringki
5000 ta chiqar chiqmas. Bag'ida yana yarimi olinadi. Sababi shu paytgacha ancha muncha sotilib ketdi. O'sha 21-dan sotiladi deb e'lon berganimizda olib ketib qolganlar mana. Bu qator tashkil tugab qoldi qissa. O'rtoqlar, keyingi videolarimizda sotiladigan joylar bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Reklama asosida ishonchli bo'lsa agar o'g'lar video qilib nima qilamiz? So'raganlarga ma'lumot bo'lib qoladi, qiziqqanlarga, sotuvchilarga, ya'ni shu YouTube orqali kim oluvchi, kim sotuvchi hal qilishga harakat qilamiz. Olaman deb yurganlar topolmay turgan bo'lishi mumkin, sotaman deyotganlar sotolmay turgan bo'lishi mumkin. Bizni foydamiz esa xursand bo'lamiz. Bu tovuqxonamizni ortiqchamiz tugadi, o'rtoqlar. Hammasi zakaz bo'ldi bular. O'rtoqlar, yana qaytarib o'taman. Sotilgan jo'jalarimiz tugadi. Imkon boricha keyingi sotilgan joylar bo'lsa e'lon beramiz. Ungacha telefon qilmaganlik ma'qul. Sababi telefonimga tusha olmasalar Nevzona, biz turgan joy Nevzona, antena chiqmagan joydamiz. Ko'pincha chetda bo'lib qolyapmiz. Ba'zida roldaligimizni ola olmayapmiz, ba'zida dam olish, xullas har xil holatda telefonlarni ola olmay qolsak xafa bo'lishi yo'q. Salomat bo'linglar, sog' bo'linglar. Keyingi videolarimizda yana ma'lumot beramiz. Mana itlar ham ko'payib ketibdi.